Poliartrit kasallik bilan kasallangan ayol bo'ladigan bo'lsa, jenskiy tarafda ham muammolar bo'lishi mumkinmi? degan savol qoldirishibdi. Mumkin. Poliartrit kasalligi ham bepushtlikka olib kelishi mumkin. Endi jenskiy tarafdan kasallik deganimiz bu yallig'lanishlar yoki boshqalar emas. Ya'ni poliartrit bu bo'g'imlar yallig'lanishi, bu autoimmun kasallik. Autoimmun deganimiz organizmda o'zining immuniteti o'zining to'qimasiga qarshi bo'lib qoladi. Ya'ni bo'g'imga qarshi bo'lib qoladi. Bo'g'imdagi moddalarga qarshi bo'ladi va o'shani yemirib qo'yaveradi. Buning natijasida aseptik yallig'lanish yuzaga keladi, ya'ni infeksiyasiz yallig'lanish yuzaga keladi. Shuning uchun bu kasallik, ya'ni poliartrit bu bachadonda, tuxumdonda infeksion yallig'lanish keltirib chiqarmaydi, umuman yallig'lanish keltirib chiqarmaydi, lekin buni zarari bu yana o'sha autoimmun kasalliklar bilan bog'liq. Ya'ni autoimmun kasalliklar, hozir tushuntirib berdim, bu qalqonsimon bezga nisbatan ham rivojlanib qolishi mumkin. Ayni o'sha bo'g'imi kasal bo'lgan ayollarda qalqonsimon bezda ham autoimmun tireoidit degan kasallik rivojlanishi mumkin, buning ehtimoli bor. Autoimmun tireoidit rivojlanadigan bo'lsa, ya'ni qalqonsimon bezda autoimmun yallig'lanish yuzaga keladigan bo'lsa, bu hayz buzilishiga sabab bo'ladi. Ayollarda o'sha jinsiy gormonlarning o'zgarishiga, buning natijasida hayz buzilishiga sabab bo'ladi va bepushtlikka olib kelishi mumkin. Bunaqa bog'liqlik bor.